ey Robbim, men ko'r bo'lsam ham sen ko'rmassan-ku. Men seni baytingga ketyapman, tavof qilgani, sa'i qilgani, bandachilik bilan qilgan nuqson va xato ayblarimni kechirishlikni so'ragani ketyapman. Yo borishimni xohlamaysanmi? Men 18 ming olamni yaralishiga sababchi bo'lgan, mavhari mavjudot bo'lgan oxir zamon payg'ambari Muhammad alayhissalomga salom bergani ketyapman. Yo borishligimni xohlamaysanmi? Qaytarib baqiryaptilar, yig'layaptilar. O'tgan odam, "Ho'y opoqi, Allohga bunaqa qilib baqirilmaydi. Hey opoqi, bunaqa qilib dod deyilmaydi. Allohga yaliniladi, yolvoriladi, iltijo qilinadi, past ohangda" desa ham quloq solmay baqiryaptilar dedi. Hammamiz ro'yxatdan o'tib samolyotga chiqdik. O'tiribmiz. Bir mahal samolyotni parraga aylanishni boshladi. Motori yurishni boshladi-yu, stюардessani ovozi keldi. Ekipajimiz uchishlikka tayyor. Xavfsizlik kamarlarini mahkamlaydi. Hamma alhamdulillah mahkamlandi. Xursand, duo boshlandi-yu, bir mahal stюардessani yana ovozi eshitildi-ki, osmonda ob-havo noqulayligi uchun samolyotimizni uchishi kechikdi. 4 soatga. Yig'i, sig'i, dod, voy boshlandi dedi. Bir mahal hamma endi sabr, istig'for, zikrlar, nasibamizni qo'sh deb turilibdi-yu, 4 soat o'tdi-da eshik ochilib, haligi opoqi hujjatlari qo'llarida labbayk Allohumma labbayk, labbayk Allohumma labbayk deb kirib kelyaptilar-da. Yig'lamagan odamni o'zi qolmadi. Xudoning qudratini qarang deyapti-ki, aeroportda o'tirganimizda bir parcha bulut yo'q edi. Samolyotga chiqayotganimizda bir parcha bulut yo'q edi. Samolyotda o'tirganimizda ham bir parcha bulut yo'q edi-yu, ob-havoni Xudo noqulay qilib turib, biz to'xtatib qo'yib, sizlar bilan ketadi dedi.